Toshkent bo'yicha ikkita nabas ko'rib жилой kompleks bo'lsa, bittasi Nesvan, ikkinchisi piramid bo'lsa, lekin o'rin bo'yicha men o'ylayman ko'proq baribir Mirabat Avenue bo'lsa kerak. Hammaga assalomu alaykum. O'rtoqlar, bizda bugun sotuvda 3 ta kvartira, bitta plashatkada. Inshaalloh birgalikda sizlar bilan endi kvartiramizni ko'rib chiqamiz. Marhamat. Yaxshi narsa har doim qimmat bo'lgan. Haqiqiy remontni qadrini biladigan odamlar bu uyga necha pul xarajat qilganini juda ham yaxshi bilishadi. Bu bizani zal, kuxnya совмещенный qilishgan. E'tibor bergan bo'lsanglar, texnika bo'sh. Общий 3 ta xona, bu bizani birinchi spalnyamiz. Kvartira bo'yicha 2 ta spalnya, bu hozir sizlar bilan birinchi spalnyani ko'rsatib o'taman. Har bitta spalnyada o'zini sanuzeli bilan, kichkina terrasasi bilan. O'rtoqlar, endi sizlar bilan birgalikda ikkinchi spalnyani, master spalnyani ko'rib chiqamiz. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, master spalnyani sanuzeliga ahamiyat berib o'tasizlar. Как skrit xona qilib qo'yishgan. Hamma. Har bitta spalnyada o'zini balkoni bilan, balkondan chiqasiz, sizni mana bunaqa atmosfera kutib o'tiribdi. Детский plashatkaga bitta ahamiyat berib o'tasizlar. Hech qaysi жилой kompleksda bunaqa chiroyli детский plashatka yo'q deb o'ylayman. O'rtoqlar, ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, pastda nomer qoldiraman. Inshaalloh telefonlashib kelaverasizlar. Eng kamida shunaqa fazli kvartiralar bu yil hammamizga nasib qilsin.